Assalomu alaykum aka-ukalarim, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Bu navbatdagi darvozamizni ham sinovkasini qildik. Xudo xolisa bu Namangan viloyati 3 tumaniga o'rnatdik bu darvozamizni. O'sha Dubay fasondagi eng full varianti bo'ldi. 12 li rossiyskiy shvellar. Oldi orqa 1.8 lista. Shu pachimlilar o'sha katta pachimlidan qo'yilgan. Xudo xolisa ishchi sifatiga o'zingiz bitta baho berasizlar. Zamoklar ham o'sha Zober zamok. Bitta orqa tarafini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana orqa tomoni. Darvoza orqa tomoni adda tomoni tekis holatda bo'ladi. Mana xudo xohlasa juda chiroyli chiqdi darvoza. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.